Aksiya deysizlar, yangi yil uchun aksiyani zo'rini ko'rsatib qo'yaman. Qadrdonlar, Joziba Dental klinikasida yangi yil uchun chiroyli aksiya ketmoqda. Manzil tushuntiradigan bo'lsam, manzil Charxin Perezga qarama-qarshi Joziba Dental klinikasida. Ana endi sizlar uchun aksiyani zo'r ketyapti. Ichkariga kirib, chiroyli tarzda aksiya shartlari, hamma-hammaligi bilan tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Abror aka, assalomu alaykum. Aka, salomatingiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Hormaysizlar. Yangi yil uchun qanaqa aksiyalar qilyapsizlar aka? Endi shu bizada har doimgidek xizmatlarimizga har xil aksiyalar ketyapti. Shu implantologiya, xirurgiya, terapiya, endi xalq tili bilan aytganda plomba qo'yish, tish qo'yishlarga hammasiga aksiyalarimiz bor. Gap yo'q. Qaysiga qancha foizdan aka? Ochiqlab ketaylik birdan. Plomba qo'yishlarga 20%, tish qo'yishlarga bo'lsa 10%, implantologiyaga 30% gacha chegirmalar mavjud. Chegirmalar bu. Gap yo'q ayza. Stomatologiyada kamdan kam bo'ladi bunaqa aksiya. Ana shu akamlar kelaverasizlar, bemalol chiroyli qilib aksiya qilib berishadi. Ana endi bitta diqqatimni tortgan narsa, qadrdonlar, kommentariyada ko'rib qoldim. Nari kuni bitta opamni yozibdilar, sterilizatsiya qanday bo'ladi debdilar. Mana izlar, bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi. Hammasi sterilizatsiyadan o'tgan asbob anjomlardan to'liq tarzda foydalaniladi. Manzilni ko'rsatib o'tdim. Shoshilamiz. Murojaat uchun pastda telefon raqamlarini qoldirib o'taman. Hammasi qolaversangizlar, mana shunaqa zamonaviy stomatologiya anjomlari hisoblanadi. Bitta-bittadan layklarni bosib, kommentda xat yozib omad deb qo'yamiz. Pazdarg'om aktiv bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.